Ha, usta bu desam usta momak bu. Mashina qarab bering qizim. Rostdan ham sizmi usta? ha. Shu matschami elektrik ishlarini keyin u yoq bu yoqni bir tuning qilib berasizmi degandim. Tamam, mashinani 3 kun tashab keting, cho'tki qilib beraman. Hay qiz. Men o'zim ham qolsam bo'lmaymi? o'ynagan chog'da seni ko'rdim gel bog'da Qizim shu matizmanikimi? Ha, qanday chiqibdi? Zo'r chiqibdi o'zingiz o'xshatdi-ku. Hazillashaman. So'ragan ayb yo'q. Ustozingiz kimsiz? U ana Qorako'ldagi Sodiq elektrik. Ha. o'ynagan chog' Jigarlar sizlar ham tonirovka, polirovka, elektrik, undan tashqari tuning qildirmoqchi bo'lsangiz, bemalol shera kelaverasizlar. Manzil Qorako'l tuman. Shuni mezonxonadan o'tgandan keyin o'ng qo'lda. Sodiq elektrik desangiz hamma taniydi. Kelaverasizlar. Men nomdan kelganlar skidkalari ham bor. Pastdagi nomerlarga telefon qilasizlar. Men ketdim. ale